Tugayotgan 2025-yil Toshkent davlat tibbiyot universiteti tarixida juda ham katta iz qoldirdi. Avvalambor mana shu 2025-yil Toshkent davlat tibbiyot universiteti tashkil bo'ldi. Universitet Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent davlat pediatriya tibbiyot instituti, Toshkent davlat stomatologiya instituti qo'shilishidan katta universitet tashkil qilindi va universitet yangi marralar bilan, yangi rejalar bilan ustuvor vazifalarni qo'yib ish boshladi. Eng asosiysi, universitetda bugun zamonaviy sharoit yaratilgan bo'lib, talabalar ta'lim olish uchun, ilm olish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. 2025-yil 10-noyabr kuni hurmatli prezidentimiz bizning universitetimizga tashrif buyurdilar. Bu biz uchun juda ham quvonchli voqea bo'ldi. Pedagoglarimiz, talabalarimiz uchun juda ham katta tarixiy quvonchli voqea bo'ldi. Sababi hurmatli prezidentimiz tashrif buyurganlarida yoshlarimizni bajarayotgan ishlari, ta'lim olish jarayonlari bilan tanishib, juda ham ko'p vazifalarni oldimizga qo'ydi. Universitet mana shu yangi formatda ish boshlaganda biz ta'lim dasturlarini to'liq qayta ko'rib chiqdik va bugun dual ta'lim modeli bo'yicha ish boshladik. Talaba 50% amaliy mashg'ulot va 50% nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'lim boshlandi. Qolaversa, mana shu o'quv rejalarimizni ekspertiza qilishda xorijiy ekspertlarimizdan tashkil topgan ekspertlar guruhi tashkil qilindi va ekspertlar guruhi orqali o'zlarini tavsiyalari bilan demak o'quv rejalariga to'liq o'zgartirib kiritdik. Bundan tashqari xorijiy pedagoglarimiz, ya'ni xorijiy pedagoglarimiz sonini oshirdik. Ya'ni bizga tibbiyot universitetiga bugun ta'lim olish uchun xohish bildirgan yoshlarimiz juda ham ko'p xorijdan. Shuning uchun biz bugun zamonaviy sharoit yaratish uchun shunaqa amaliy ishlarni amalga oshirdik va qolaversa barcha pedagog kadrlarimiz oldiga muhim vazifalarni qo'ydik. Bu vazifalardan asosan universitetni ta'lim sifatini oshirish va universitetni bugun raqamli universitetga aylantirish bo'yicha katta proyekt, ya'ni loyihani ishga tushirdik. Bu raqamli universitetni amalga oshirish uchun bugun universitet faoliyatining 90% dan ortiq faoliyati to'liq raqamlashtirildi va 2026-yil raqamlashtirib tugatilib, to'liq raqamlashgan universitet formatida ish boshlaydi. Qolaversa, universitetda katta simulятsion markaz, raqamli biotibbiyot markazi, texnopark va muzey, bundan qolaversa mana shu ilmiy innovatsion laboratoriya va katta axborot resurs markazlari ish faoliyatini boshladi. Talabalarda onlayn ilm olish, qolaversa telemeditsina yo'lga qo'yildi. Bizning filiallarimiz va hududlarda ta'lim olayotgan talabalarimizga berilayotgan ta'lim xizmatlari to'liq telemeditsina formatiga o'tkazildi. Mana shu bilan birgalikda pedagoglarimizni malakasini oshirish, xorijdan bizni universitetimizga pedagoglarni jalb qilish, eng asosiysi pedagoglarimizni nafaqat ta'lim, balki ularni ilmiy ishlanmalarini amalga oshirish uchun, ilmiy innovatsion ishlarni amalga oshirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi va bugun universitetimizni xalqaro reytinglarda munosib o'rin egallashi uchun universitetda keyingi bosqichga olib chiqish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Biz mana shu yaqin 2026-yilda mana shu rejalarni, katta rejalarni oldimizga qo'yganmiz. Fursatdan foydalanib, barcha pedagoglarimiz, ko'p sonli talabalarimiz nomidan barchangizni yangi kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklayman. Bu yil hammamiz uchun qutlug' bo'lsin. Barcha xodimlarimiz, pedagoglarimiz mana shu kelayotgan yillarda vazifalarni bajarishga biz har doim tayyormiz.